Assalomualaykum. Siz ko'rishadilar. Mana men Andijon bozori, gul bozoriga kirib ketyapman. Hozir gullarni sizlarga ko'rsataman. So'nggi bir ikkita gullar olish niyatim bor edi. Gullarni ko'rsataman. Mana ikkita qo'shib beraman. Mana nasib ko'payapti. Hali bo'yi baland bo'lmaydi buni. Yo'q. Hali 120 milli nima sotardimi? Akram zamonda reja maqlodi. Tashlab olib ketib tashlagan, cheki ham bor. Tashlagan kecha. No, lavandalar haligi yirik bahligimi? Fransuskiy lavanda deyapti-yu. Ashuni ha, menda anaqa ingichka bahligi bor edi. İngilizce bankliği o'zi fransuzskiy bo'ladi. Yo'q, angliyskiy ingichka bahli deyapti. Fransuskiy yirik bahli deyapti-da, shunga. Aytyapti. Internetda ko'ryapman-da. Jonisi nima desa ishonadilar. O'rislar aytyapti, o'rislar. Ha, jonisi. Akam yaxshimisiz? Hatta zafaronlardan chiqibdi. O'zingga qara. Moka balagullar nechi pul aka? 20 mingdan. Maka dono qiz. Men o'zimla ko'rsatib qo'yib so'rab yurish hojati yo'q. Qara, bolaliklar qirilmanglar. Ana bola. Just be mahromis ekan. Chiroyli. Ha, 3 kunda bir paket. Kim? Gul bozori oxiriga yetdik. Bu qanaqa gul ekan? Kivi. Ha, kivi. Nechi pul ekan bular? 150 ming so'm. Ulangan. Ha, qanchada mevaga kiradi bular? Bu yil ekishni hisoblanasiz keyingi yildan kiradi. Bosmana 1 yilda kiradi. Yangi ekish. Biz oddiy uy sharoitida o'sarammikan? Orasiga salqinroq ekasiz. Shunda o'saradi, qishda o'ramaysiz, ashinga qo'yadi. Zo'r. Mana jasminlar nechi pul ekan? 15 ikkita. 15 ga ikkita. Bular tuvaydiki.
Yaxshi ekan. Gul bozor tugadi. Azizlar, mana Jahon bozordan olib kelgan gullarim. Kapalak guldan oldim. Bu kapalak gulni огородga ekaman dedim Gulzorimga. Kapalak gul olasoya joyda o'sarkan, oftob joyda o'smaydi deydi. Uni ham joyida o'ylab topishim kerak. Mana bu metellishli gortenziya. Oq ochiladigan. Men Samarskaya Lidiya deganidan istadim. Bozorda yo'q ekan. Mana bu fransuskiy lavanda, balki yirik. Mana bu svetonoslari kalta bo'lib ochiladigan sortidan. Mendagi angliskiy kichkina bakli lavanda edi. Mana bu bo'lsa bu jannat guli ham deb qo'yishyapti. Jimelis caprifol degan o'simlik. Bu o'rmalab chiqib ketadigan, qoplab ketadigan o'simlik. Avvalgi videolarimda bittasida qo'ygan edim amakimning gullari deb. Shu guldan juda hidi shirin, chiroyli oppoq ochiladi, mayda-mayda qoplab ketadi. Mana bu bo'lsa bu lantana gulimiz. Lantana gulimiz ham kustarnik butasimi. Buni ham hovliga Gulzorga eksa, qishda yaxshilab o'rab qo'ysa, bahorga turaveradi deyapti. Shuni eksperiment qilib ko'raman. Mana bu bo'lsa siren, indiyskiy siren. Unchalari ham bor. Bu dinamit sortda qizil ochiladigani. Bo'yi 1,5 metrdan oshiqroq keladi. 60 mingga oldim. Qolganlar mana lantana gulni 20 mingga oldim. Mana lavandani 10 mingga oldim, kichkina ko'chatcha. Mana jimelisni 12 mingga oldim. Gortenziya metellich deydi, 50 mingga oldim. Mana bu kapalak gul, kislitsani Oxalis kislitsa deb qo'yarkan ilmiy nomlar. Buni ham 10 mingga oldim. Bu ham kichkinasi. Kichkintoy. Endi bularda mana shu Gulzorimda joy qilib ekishim kerak. Mana bu yerda semizotlarda chicha gullarim ildizga salqin qilsin deb issiq kunlarda yulmayotgandim. Hozir u boshqa taraflarda yuldim. Rosa ham tarvaqoylab egallab ketar ekan garot. Nimalarni ham yulib tashab, keyin gullarimni plan qilib ekaman. Ular ko'pi kustarniyda, ko'p yillik. Mana piyonlarga soya bermaydigan qilib ekishim kerak. Shunaqa yozda jazirama issiqlarida ham gulni yaxshi ko'radigan odamlar gullab kelib ekaverar ekan. Gul bozorda savdolari bo'lyapti. Ajoyib. Ekib bo'lganimdan keyin boshqa videolar qilaman gullarimni. Qanday ekanimni ko'rsatib. Hozircha shularni aytmoqchi edim. Allohga omonat bo'linglar. Xonadoninglardan fayz va baraka arimasin. Sog' bo'linglar.